Aholining parhezbob parranda go'shtiga bo'lgan talabini qondirish, bozor va savdo rastalarida bu turdagi mahsulot serobligini ta'minlashga munosib ulush qo'shib kelayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Sababi bu faoliyat turi bir qadar daromad manbai hisoblanadi. Vobkentlik Jalol Aslonov ham parrandachilik yo'nalishida ish olib borib, e'tirof etishga arzigulik natijalarga erishmoqda. Azaldan vobkentlik omilkor insonlar parranda boqib, parhezbob go'sht va tuxum yetishtirish bilan shug'ullanib kelishgan. Bugun ham bu faoliyat turi orqali tuzukkina daromad topayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil etadi. Eng asosiysi, ularning bu boradagi sa'y-harakatlari bozorlar serobligi va narx barqarorligiga ham munosib ulush bo'lib qo'shilmoqda. Yana bir e'tiborli jihat, bugungi kunda agrar sohaning bu serdaromad tarmog'i tumanda sanoat usulida rivojlanmoqda. Ayni kunda hududlarda mingbosh va undan ortiq parranda parvarish qilayotgan oilalar, tadbirkorlik subyektlari ham bor. Tumanning Hajivon mahallasidagi Mo'xchehra Jamol Shirina mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Jamol Aslonov ana shunday tadbirkorlardan biri. U ayni kunda 10 ming bosh go'sht yo'nalishidagi parrandalarni parvarish qilmoqda. Bir yilda jamiyatda ishlab chiqariladigan parhezbob go'sht miqdori esa 100-120 tonnani tashkil etyapti. Mahallamizga 1068 xonadon, 5232 nafar aholi yashaydi. Bizning mahallamizning asosiy drayveri parrandachilik va asalarichilik bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari aholimizni talablaridan kelib chiqib, yana qo'shimcha 7 ta bo'sh turgan binolarga parrandachilik fabrikalari tashkil qilganmiz. Bu fabrikalarda bir 30 dan ortiq aholimiz band bo'lib ishlab kelyapti. Mahallamizdan har 40-50 kun ichida 300-400 tonna parranda go'shti xalqimizga chiqariladi. Yana bir e'tiborli jihat, tumanda parrandachilik va boshqa agrar sohadagi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi ortidan hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechish imkoni ham kengaymoqda. Masalan, ayni kunda parrandachilikka ixtisoslashgan Mo'xchehra Jamol Shirina mas'uliyati cheklangan jamiyatida 4 nafar mahalla aholisi uchun doimiy va daromadli ish o'rinlari yaratilgan. Tadbirkor Jamol Aslonov shu kunlarda tuxum yo'nalishidagi parrandalar boqishni ham yo'lga qo'yish harakatida yuribdi. Bu maqsad amalga oshishi bilan yana 6 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bugun tumandagi har bir mahallada bu kabi ko'pga naf tegadigan yaratuvchanlik ishlari amalga oshirilmoqda. Albatta bunday ezgu sa'y-harakatlar hududlarda aholining hayot tarzi va yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilishi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.